Deylik, hozir oddiygina misol, har qanday jarimani, har qanday qo'llanayotgan jazo choralarini zamirida tarbiya bo'lishi kerak. Jarima tarbiyalayaptimi bizni? Shaxsan mendan so'rasa yo'q deyman. Faqatgina xarajat qilyapmiz. Har bitta jarima agar odamni tarbiyalamasa, unda maqsad moddiy manfaat degan fikr keladi menda. Deylik, o'sha 30-40 nima uchun Fransiyada rozi, nima uchun Belgiyada, Finlyandiyada rozi? Sababi yo'l infratuzilmasi shunday tashkil etilganki, tezlikni shu darajaga tushirilishi ham uni vaqtini o'g'irlamaydi. U o'sha tezlikda ham o'zini komfort his qiladi. Men o'sha 60 kilometr tezlik bilan halqa yo'lda harakatlanib ko'rdim. Avtomashinam xuddi buzilib qolgandek harakatlandim. Chunki atrofimdagi tasmalardagi bo'laklardagi avtomashina o'zib ketishni boshladi. Manzilimga 30-40 daqiqa ko'proq vaqt sarfladim. Garchi hech kimga xavf tug'dirmasam ham. O'sha yo'lni xavfsiz qilish orqali ham haydovchiga berish kerak. Nima uchun avtomashinalarimiz bugungi kunda narxi oshish bilan birgalikda uni texnik parametrlari ham oshirilyapti? Nima uchun turbo? Nima uchun biz biroz tezkor, tezlanadigan avtomashinalarni ishlab chiqaryapmiz? Agar o'sha miqdorda tezlana olmasa, men hozir soatiga 150-200 kilometr bilan harakatlanish haqida gapirmayman, oddiy 80-90 da gapiryapman. Agar 30-40 bilan harakatlanadigan bo'lsa, keling avtomashinalarning barchasini speedometrini soatiga 60 kilometrgacha cheklab qo'yaylik. Yoki o'sha tezlikda harakatlanadigan mashina ishlab chiqaraylik. Butunlay taqiqlaylik tez yurar avtomashinalar importini. Biz sport avtomashinalarini, eksklyuziv superkarlarni import qilyapmizmi? Bojini to'layapmizmi? Ruxsat bering, yuraylik o'sha tezlikda. Yo'l yaratib bering. O'sha pulli yo'l hali yaratilmadi. Men manzilimga 3 soatli yo'lga 8 soat sarflash xohlamayman, oddiy misol. Menga o'sha yo'lni yaratib bering, o'sha tezlikda yuray. Xavfsiz yo'l yaratilsa, ishoning, bu ham qazirmada o'sha qonli statistikani kamayishiga sabab bo'ladi. Olmaliq shahri bilan vohaga harakatlanib keldim. 8 soat azobli yo'l men uchun. Afsuslanib ketdim rul boshqaruviga o'tirganimga. Moderatorga aylanasiz. Siz bir vaqtning o'zida, Nosir aka juda ham to'g'ri aytdilar, bir vaqtning o'zida yo'lni nazorat qilishni boshlaysiz, chuqur bormi, yo'qmi? Yo'l belgisiga qaraysiz, aholi punktiga kirdimmi, kirmadimmi? 3-chi nazorat bu speedometrda 60 dan oshdimmi, oshmadimmi? 4-inchisi bu radar. Endi ayting, mana shu 4 ta omilga bo'lingan konsentratsiya mavjud bo'lgan bir vaqtda siz qanday qilib transport vositasini xavfsiz boshqarishingiz mumkin? Ya'ni soqov yo'llar bor. Siz yurasiz, faqatgina sizni mobil ilovalar qutqaradi. Yo'l sukut saqlaydi. Go'yoki sizni xato qilishingizni kutayotgandek. Qayerda soatiga 100 kilometr tezlik bilan harakatlanish mumkin, qayerda 60, qayerda 50. Faqat telefon gapiradi. Endi tasavvur qiling, internet yo'q hududga kirdingiz. Siz katta ehtimol bilan 3 ta 4 ta jarima bilan qaytasiz manzilga. Garchi siz qoida buzar bo'lmasangiz ham. Hozir mana Kamoliddin aka aytib o'tdilar,